Sulton sendan mamnun bo'lsin. Ko'p qizlar seni o'rningda bo'lishni xohlashadi. Faqat shu kecha haqida o'yla, xom xayollarga borma. Agar sultonni xursand qila olsang, senga ataganini beradi. Ha, yana bir gap. Mohidavron sulton uni bitta-yu bitta xotini har hafta payshanbani birga o'tkazishadi. Nega endi? Odat bu. Payshanbadan jumaga o'tar kechasi muqaddas kecha sanaladi. Agar xotin o'sha tunda homilador bo'lsa, Allohning nazari tushgan farzand dunyoga keladi deyshadi. Bugun qanaqa kun? Chorshanba.